masalan ajrashishgacha boryapti hozir. O'sha vaziyatga kelib turibmiz. To'yning hali bir yil ham bo'lmadi. Shuni aytyapman-da. Hozir yo'q, bu juda xato. To'g'ri. Uyligida yashaydigansan-ku. Hop, muammo bor. Hop, bir yil, hali bir yil ham 9 oy yashab yuribsan. 9 oy ichida hop farzand bo'ladi. Biz bir yil vaqt beramiz. Biz bir yil vaqt harakat qilamiz. Hop, u nima u bir yil bo'lmasdan turib ajratish juda xato. Xato bo'lmagan juda uzoq o'ylamaydigan insonda ekan. 9 oy yashab bola bo'lmab bo'ldi, uyga ketish bu ish emas. Bu ham birovni qizi, birovni bolasi, o'shani tushuntirish kerak. Yo'q, u tushuntirish kerak. Nima siz xudo xolasa farzandli bo'lib ketsangiz, qizingiz bo'lsa 8 oy 9 oy yashaydi, uyga qayta oshadi bola bo'lmay. Siz qanaqa qabul qilardingiz sizni farzandingizni? Mana siz erkak kishisiz. Opalaringiz bormi? Opalaringiz shunaqa farzand bo'lmagan bo'lsa vaqtida, o'shaning uchun inson ozgina anaqa bo'lishi kerak. O'sha ota-onangizga tushuntiring. Agar shu narsani bular qilayotgan bo'lsa, meni yonimga olib keling yoki. Xudo xolasa sizdan farzand bo'ladi, urug' ko'rsatishlar yomon emas, yaxshi. Varikoz bor, endi varikozni oldirib tashlaganingiz ma'qul. Tushundingiz-a? Shunda polностью sizga varikoz ham 10-15% holatda bepushtlikning sababi ham bo'ladi. Tushundingiz-a? Varikozni oldirib tashlash kerak bo'ladi. Oldirganingizdan keyin xudo xolasa ham ko'rsatishda davom etishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bir bemor bizga murojaat qilib keldi. Uylanganiga 9 oy bo'lgan, farzand yo'q. Tekshiruv natijalari juda ham yaxshi chiqdi. Urug'analizlari yaxshi, muammo yo'q. O'zinglarda ham hammasi yaxshi ko'rsatishlar. Men nimaga bu narsani gapirib o'tmoqchiman? 1 yil yashaydi, farzand bo'lmayapti deb ota-onalar farzandlarni ajrashtirib yuboradi. 1 yil ichida farzand bo'lmadi, ajrashish kerak degani emas. Ya'ni bitta oilani bilish kerak degani emas. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, bunaqa holatlarni juda ko'p ko'rgansizlar, uchratgansizlar. Imkon qadar agar 1 yil ichida farzand bo'lmadimi, ajrashish kerak emas, masalani hal qilish kerak. O'zi biza meditsinada aytamiz, 1 yil yashang, 1 yil o'zingiz uchun yashang, 1 yil ichida farzand bo'lmasa, keyin tekshiruvlarni qilasizlar, o'sha muammo bo'lsa, muammoni hal qilasizlar. Hurmatli ota-onalar, sabrli bo'linglar. Farzandingizda muammo bormi, yo'qmi, yashashsin, 1 yil yashashsin, maza qilib, undan so'ng 1 yildan keyin hamma kerakli bo'lgan tekshiruvlar qilinadi va muammo hal qilinadi. Muammoni hal qilish ajrashtirish degani emas.